Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram azizlar, Alloh muborak Ramazon oylarida qilayotgan ibodatlaringizni qabul aylasin. Tutayotgan ro'zalarimiz maqbul bo'lsin. Gunohlarimizni Alloh kechirgan bo'lsin. Ramazon bu tarbiya oyi dedik. Ramazon bu oilalarni mustahkamlash, qarindosh urug'lik aloqasini tiklash imkoniyati deb sizlar bilan eslashdik. Va bu oyda oilani mustahkamlash imkoniyati degan fikr bilan oila muqaddasligi haqidagi turkum suhbatlarimizni qilayotgan edik. Avvalgi suhbatlarda sizlar bilan ota-ona haqida gaplashdik, aka-ukalar haqida gaplashdik. Albatta hammalarini qisqa gaplashyapmiz. Bugun esa eng suyukli a'zolari bo'lgan opa-singillar haqida ham gaplashmoqchimiz. Odatda opa-singillar bu oilaning omonati azizlar. Oilada agar qiz bola bo'lsa, bu qiz oilani omonati hisoblanadi, oilani bekasi hisoblanadi. Hatto kitoblarimizda ota bir joydan safardan kelsa, sovg'a berishni boshlasa, birinchi qizidan bersin deydi. Shuning uchun opa-singillarimiz biz uchun juda ham omonat. Alloh taolo bizlarga opa-singillarimizni tarbiyachi qilib berdi. O'zi umuman islomda opalarga ham chiroyli muomala qilishlik, singillarga chiroyli muomala qilishlik o'rgatiladi. Imom Asqaloniy kitoblarida keltiradilarki, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning huzurlariga havozin asrlari olib kelingan. Bu ularning ichida ko'p asrlar bo'lgan. Shunda bir ayol payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga gapirishlikka ijozat so'ragan. Shunda o'zini tanitib ishora bergandan keyin bildilarki, u ayol o'zi Shaymo ismli ayol edi. Aytdilar: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men Shaymoman" dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom xursand bo'lib ketdilar. Bu Shaymo Rasulimiz alayhisolatu vasallamning sut onalari Halima-i Sa'diya onamizning qizlari edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning sut opalari edi. U Rasulimiz alayhisalomga juda mehr ko'rsatgan edi kichiklik davrida. O'sha Rasulimiz alayhisalom to 5 yoshgacha Halima onamizning xonadonda katta bo'lgan-ku. O'sha Shaymo opalari juda mehr ko'rsatgan ekanlar. Asrlar ichida kelib qoldi. Men Shaymoman deb o'zini tanitadigan belgilarini aytganda, Rasulimiz alayhisalom xursand bo'lganlaridan ko'ziga yosh kelib ketgan ekan. Va keling bu yoqqa deb yuqoriga o'tkazib, hurmatini joyiga qo'yib, bir nechta tuyalar, qo'ylar berib, yana qancha xizmatkorlar, cho'rilar berib hurmat qilib kuzatgan ekanlar. Buni o'sha Al-Isoba degan kitobda keltiradilar Imom Asqaloniy. Qarang, o'zlarini opalari, tug'ishgan opalari emas, sut opalari. Keyinchalik Shaymo onamiz ham radhiyallohu anha iymonga kelganlar. Mana mehr oqibatni qanday qilishimiz kerak. Biz bugun bir ota-onani farzandi bo'lib tug'ilgan opamizga yoki singlimizga bu darajada mehr qila olmayotganimizni Alloh o'zi kechirsin. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu ni bilasizlar, buyuk sahoba bo'lganlar, lekin mana shu zotni islomiga, iymoniga sababchi bo'lganlardan biri ham Fatima binti Hattobda, Hazrat Umarning singillari. Hazrat Umar radhiyallohu anhu da o'sha singillari sabab bo'lib Rasulimiz alayhisolatu vasallamni sahobasi bo'lishlikka musharraf bo'ldilar. Singillarini islomga kelganini eshitib oldilariga borgandan keyin singilini jasorati, sabri, fahmi farosati, taqvo va muhabbati Hazrat Umar radhiyallohu anhu da musulmon bo'lishga sababchi bo'lganlar. Umuman sahobalarni ichlarida opa singillarga munosabat juda ham chiroyli bo'lganligini ko'rsatadi. Yana bir buyuk sahoba Mus'ab ibn Umayr islomni birinchi qabul qilgan sahobalardan edi. Uni singlisi Ummu Abdulloh u bilan doim birga bo'lib, u islomni qabul qilganda uni qo'llab-quvvatlagan. Mus'ab ibn Umayr Makkadagi boy va nufuzli oiladan edi. U musulmon bo'lgandan keyin oilasi uni tark etadi, biroq uni singlisi uni tashlamaydi. Akasiga g'amxo'rlik qiladi. Mus'ab ibn Umayr musulmon bo'lganda uni hamma narsadan ajratib qo'yishadi, lekin mana shu singlisi doimo uni oldiga kelib, xabar olib, u bilan birga hatto Madinaga ko'chib ketadi. Bunday voqealar juda ham ko'p azizlar. O'zimizning ajdodlarimiz qancha o'tgan ulug'larimiz borki, mana shu singillar opalarga munosabatni namunali qilib ko'rsatib qo'yganlar. Payg'ambarimiz alayhisalom aytadilarki, kimki 3 ta qizini yoki singlisini yaxshi tarbiya qilib, ularga mehr muhabbat ko'rsatsa, unga jannat va'da qilinadi dedilar. Imom Ahmad rivoyat qilgan. Shuning uchun kimdadir aytaylik singlisi bo'lsa, o'sha singlisi yoki qiziga qaragan ota yoki aka demak o'zi uchun jannat hozirlayapti.
Mana shu munosabatda bo'lishimiz kerak. Va opa singillarni o'zlarini ichlarida ham aytaylik singil opasini hurmat qilishi, maslahatlarini tinglashi kerak. Imom Termiziy rivoyat qilgan hadislarda keladi-ku, mana avval ham takrorlaganmiz buni. Kattalarni hurmat qilmagan, kichiklarga mehr qilmagan va bizdan emas deb. Demak, bu opa singil munosabatida ham xuddi shunday bo'ladi. Opa singillar bir xonadonda dunyoga kelib, siz bilan biz bilan birga o'sib, boshqa bir xonadonga ketadilar. Hatto sizdan xabar olishlikka imkoniyati ham bo'lmay qoladi. Chunki endi ular boshqa xonadon bekasiga aylanadi. O'zi xohlaganda sizni ko'ra olmaydi, o'zi xohlaganda sizni ziyorat qila olmaydi. Lekin siz aka yoki uka bo'lsangiz, bemalol ziyorat qilish imkoniyatiga egasiz. Shuning uchun albatta opa yoki singillarni ziyorat qilib turishligingiz, holidan xabar olib turishligingiz, mehr ko'rsatib turishligingiz lozim bo'ladi. Ularga qilinayotgan har bir ezgu yaxshiligingiz orqasidan ular sizni haqqingizga duo qilib turadi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday degan ekanlar: kimning 3 qizi yoki 3 opa singlisi bo'lsa, yoki bo'lmasa 2 qizi yoki 2 opa singlisi bo'lsa, ularga chiroyli muomalada bo'lsa, ular haqida Allohga taqvo qilsa, unga jannat bo'lur dedilar. Termiziy rivoyat qildi. Ha, opa singil munglig' bo'ladi. Ayniqsa biron sababli turmushi buzilib ota uyiga qaytsa, juda ham ko'ngli nozik, salgina og'ir gapdan qalbi vayron bo'ladi. Turgan gapga ko'pincha kelin yoki kelinoyilar ularni yoqtirishmaydi. Xuddi uyiga ega chiqqandek ko'rishadi. Shu holatda xotinidan qo'rqadigan bo'lsa, tamom. Yuqoridagi hadis sharifga diqqatimizni qarataylik. Opa singliga yaxshi muomala qilish ham jannatiylikning sabablaridan biri ekan. Ular uyimdan narsa olib ketishga keladi deb aytayotgan erkak uyalsin. Aslida turmush qilsa-da, bizda ularni opa singillik haqqi bor. O'zimiz berishimiz lozim bo'lgan narsani olishmoqda xolos. Ba'zan singillarimiz, opalarimiz bizni xabar olgani kelib, biror narsani olib ketayotgan bo'lsa, ayollar malol olish kerak emas. O'zingizni farzandlaringizga qarang. Ertaga sizni qizingiz yoki sizni singlingiz ham sizni o'g'lingiz oldiga kelishligini o'ylang. Shuning uchun bu narsada singillarga go'zal muomala qilishlikni esdan chiqarmaslik kerak azizlar. Opa singillar azizlar, ular bir omonatda. Biz yuqorida aytdik, ularni chiroyli tarbiya qilib uzatgan odamga jannat vojib bo'ladi dedik. Lekin ba'zan taqdir ekan, opa singillarni ba'zilarining oilalari uncha o'xshamay qoladi. Taqdiri to'g'ri kelmay uyga qaytib kelib qolganda, mana shu joylarda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Hurmatli azizlar, ayniqsa singlingiz yoki opangiz oilasi buzilib kelib qolgan bo'lsa, u o'zi aslida juda ham bir xijolatchilik bilan keladi. Hamma narsadan kechib keladi, zo'rg'a keladi. Hatto uydan chiqib, nikohlanib, boshqaga turmushga chiqqan qiz baxti kerishmay yoki eri o'lib qaytib kelib qolsa, bilasizmi, u begonadek tutib qoladi o'zini. Bunaqa paytda aka yoki uka unga juda ham mehr ko'rsatish kerak. Ularning qalbini zarracha ham og'ritib qo'yish kerak emas. Shayx Nobulisi rahimahullohni Qissalar va hissalar degan kitobida bir hikoya ko'rib qoldim. U kishi shunday yozgan ekan: do'stim menga bir voqeani aytib bergan edi. Uni aytishicha, bir tanishi uyda yonboshlab yotib televizor ko'rayotgan ekan. Uning yonida ayoli va opasi o'tirgan ekan. Haligi kimsa opasiga qarab, "Ho, anovi kosadagi suvni olib keling" debdi. Opasi indamay suvni keltirib berdi. Ammo qalbida Allohdan boshqa hech kim bila olmaydigan juda kuchlik alam o'tdi. Chunki opa undan 20 yosh kichik keliniga aytsa ham bo'ladigan ishni o'zi bajargan edi. Qarang, yonida ayoli turib, opasiga "Siz bu ishni qiling" deb buyuryapti. Ukasi kelindi oldida oilasi buzilib kelgan opasini tahqir qildi. Ertasi kuni u odam Halabga borganda, u yerda baxtsiz hodisaga uchrab, oyog'i sonidan kesilib ketganligi to'g'risida xabar keldi deyiladi. Alloh saqlasin. Ota uyida yashashga majbur bo'lgan ko'plab opa-singillarimiz bor. U bechoralarni xo'rlab, xizmatchidek ishlatib, o'zlariga gapirishga qo'rqitib qo'yadigan kimsalar bor. Ular bilmaydiki qalbidan nima o'tyapti ularni. Agar qalbidan bir alam o'tib qolsa, unda albatta bu dunyoda ham, u dunyoda ham mana shunaqa bir musibatlarga olib kelish mumkin. Bugun biz
oiladagi opa singillar bilan munosabat haqida gapirar ekanmiz. Mana shu munosabatlarda chiroyli qilishlikka harakat qilaylik. Va shu o'rinda mehribon opalar va mo'nisa singillar, sizlar ham aka-ukalaringizga mehr ko'rsatishlikda davom eting. Ulardan faqatgina moddiyat uchungina manfaatlanishlik emas, balki mehr berishlikka va mehr olishlikka harakat qiling. Ana o'shanda aka-ukachilik, opa-singilchilik orasidagi munosabatlar bardavom bo'ladi. Alloh xonadonlarimizdagi barcha qizlarimizni baxtli, saodatli qilsin. Alloh xayrlik xonadonlardan aylasin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.